Toshxonaga bitta zo'r variant chiqqan. Shundoq Parkenskiy bozordan o'tasizlar, shundoq korzinkani orqasida 9 etajgan ulучшенный chiroyli planirovkada 2 xona 4-etaj chiqqan. Atroflari zo'r, mashina qo'yadigan joylari bemalol, bolalar o'ynaydigan yangi remont. Bunaqa narxi yo'q, hozir ichlarini ko'rsataman sizlarga. Mana 4-etaj, yangi remont. Xo'p, kiruvchlari ham katta, keng, zo'r planirovkada o'zi bu. Mana bu zalni qaranglar, mana zal 3,5 ga bir почти 6 metrlik zal, oynalari bor, yangi remont. Xo'sh, buni oshxonasi ham katta keng bo'ladi, mana ko'rsat. Kuxonniy mebelni o'zingiz vkusingizga qarab yasatib olasizlar. Bemalol o'tiradigan joylari ham bor. Xo'sh, hammom, tualetlari alohida. Mana ko'rsatib bu yoqlarni ham alohida qilingan, bemalol talashib o'tirmaysizlar. Mana bu yog'imiz mana spalni. Spalnining mana konditsionerlari ham bor. Xullas zo'r, tam domlarga qaramagan, mana bundoq qarasanglar daraxtlar, ana uzgazoil ko'rinib turibdi aytganda, o'shani orqasi. Xo'sh, o'zi bu yerda hujjat bo'yicha 58 kvadrat, lekin bundoq qarasanglar bir 63-64 kvadratli dom. Narxi 72 ming. Zo'r narx, bu taraflarda men yurib bunaqa narxga ko'rmadim. Tez aloqaga chiqinglar, olinglar, baraka qilinglar, tamom.